Men quloqni topdim. Tinchlikmi, shef? Va pis tinchlik. Va sharmanda. Bo'ldi, qarasangiz ham bo'ladi. Voh aka, bizni ushladik. Qanaqasiga qochib ketadi? Hasharmi? Janoza. Kimi janozasi? Короче, shunaqa gaplar. Mujiki, endi soqqan tagida qolamiz. Necha o'ratan? Pul boshlaymizmi? Soqqan chiqarish uchun matritsani o'zi yetarli emas. Da. Bo'tta kalla kerak. Kalla emas. Maxsus qog'oz, kraska, stanok kerak. Qog'oz bilan kraskani topsa bo'ladi. Stanok Majidni skladida qolgan. Uni endi topib chiqishimiz kerak. Mentlar urib ketgan bo'lsa-chi? Mentlar urib ketgan bo'lsa, ulardan urib olamiz. Pulni qayerda pechatlaymiz? Shu yerda chiqaramiz. Bu xabarat. Mentlar Boxon uyi, Majid uyi, sklatlari, xullas hamma joylarni bosgan. Voy, billat. Unda tezlashmasak bo'lmaydi. Keyin yana bitta gap. Eski joylarimizga hech kim bormasin. Понятно? Okey. Tagirib yo'llaringni sog'indim-ku ko'zlaringni oydan go'zal yuzlaringni sog'indim jonidan bir bor kelib holim so'ra ahvolimga sal bir qara shuncha qiynoqlar bergandan ko'ra sog'indim jonidan Canım birey, barım birey, şirin gülüşleringe Canım birey, barım birey, çilmeyip karışleringe Matritsa hech qayerdan topilmagan bo'lsa, kimda bo'lishi mumkin? Abbos, bu ishga umuman aralashmaganman deyapti. Alo. Shef, choyxona toza. Tushunarli. Dal shunday qilamiz, shef. Bolalarni hamma yoqqa qo'yib chiq. Kecha kunduz kuzatchisi, tushundingmi? Xo'p bo'ladi.
bugungi repetitsiya juda yaxshi bo'ldi. Ha, charchaganimizni hisobga olmagan. Gapirma, borib hozir cho'zilaman. Bo'pti, Shahnoza, men ketdim. Mayli, Saodat opa, общежитиеda ko'rishamiz. Xo'p, bo'pti. Shahnoza, Voy, qo'rqitib yubordingiz odammi? kechirasan. Qo'rqitish niyatim yo'q edi. Bu yerda nima qilyapsiz? Sana oldinga keldim. No, o'ylab ko'rdingmi? Ha. Bilasizmi? Kechasi bilan juda uzoq o'yladim. Aha. Sizga aytsam, men roziman. Yo'q, xursandman. Mana to'yga qachon qilmoqchimiz? Xohlagan paytingda. Faqat bitta gap, men bilan ketishing kerak. Qayerga? Boshqa davlatga. Sayohatgami, Medovmestga? Yo'q, ko'chib ketamiz. Vaqtincha keyin qaytib kelamiz. Ko'chib ketishimiz haqida indamagandingiz-ku. Boshqa davlatda nima qilamiz? Mazza qilib yashaymiz. Bu yerda teatrchi, sizni kinolaringiz, rollaringiz, do'stlarimizchi. Tupurdim hammasiga. Qaysi pulga yashaymiz? Shahnoz, puldan xavotir olma. Pulim bor. Qayerda? Keyin tushuntiraman. Xo'sh, nima deysan? To'g'risi o'ylab qoldim, nima deyishga ham hayronman. O'ylab ko'rishim kerak. O'zi namuncha shoshmasangiz? Shoshayotganim yo'q. Endi yangi hayot, yangi joy deganday. Mayli. Sen unda o'ylab ko'rgin. Faqat iltimos, cho'zib yormagin. Xo'p, men yana kelaman. Rocham keladi-da. Adayning ishlari ko'p. Unda odamda ham paytga bormas ekanmiz-da. Nimaga bolam, boramiz? Adayning ishlari tugasin, xo'p? Xo'p, oyi. Nigora! Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Xo'p. Zokirni eringiz o'rniga alishtirishga majbur bo'ldik. Muhiddin aka uyga kelsa yoki sizga aloqaga chiqsa, bizga darrov xabar bering. Agar mabodo uni bizdan bekitadigan bo'lsangiz, sizni ham qamashimizga to'g'ri keladi. Xo'p, xabar beraman. Erim rostdan qamashadimi? Ha, boshqa yo'li yo'q. Eringiz juda ko'p jinoiy ishlarga aralashgan. Lekin men bilmagandim. Endi bilasiz. Uyingiz постоянно kuzatuv ostida. Agar nimadir qilsangiz, odamlarimga ayting. Agar unaqa imkoniyat bo'lmasa, mana bu nomerga telefon qilasiz. Xo'p. Aziz, ketdik.
Mentlar Majidni skladida. Ular stanok yuk mashinasiga ortyapti. Unda vaqtimiz ekan. Ularni yo'lda перехватить qilamiz. Qani bolalar, pomoshina! Kelishyapti. Когда договаривались, gaplashib turlaring. Uyat qilganmisan, yo'lni bo'shat. Nixuya себе нормально gaplash. Sen kirgan bo'lsang, men bo'shatishim kerakmi? Ha? Men tushunmayapsanmi? Men tushuntirib qo'yaymi? Tushunmadim, sen nima yo karmisan, yo g'ulaymisan? Ko'p aldirama. Konkret gaping bo'lsa gapir. Bo'lmasa surna qilib aytdim. Voy yigitlar, tinchlikmi? Nima bo'lyapti bu yerda? Все нормально, komandir. Ana tez yo'lni bo'shatib qo'yinglar-chi. Bo'ldi, aka. Ozgina sabr qiling. Hozir bo'shatamiz. Tush boshlari. Tush. Tez, tez. Yo'qol. Yo'qol. Mujiki! Все, ketdi! Сука. To'xta! Qayt orqaga! Tataring tashlab ketdingmi? Rat, suka. Bosh ustiga! Yordam ber, ol! Ha. Hamma kuchlarni tashlaganmiz. Rezultatni menga doложить qilasan. Qo'ng'irog'ingni kutaman. Xo'p bo'ladi. Shef, Nima deysan? yomon xabar bor. Stanokni Majid skladidan bolalar olib chiqishayotganda muhi yugurdiklari bilan yo'l to'sishibdi. Mashinani ugon qilib stanokka ham olib qochib ketishibdi. Qanaqasiga? Sen qayerga qarab o'tding? Men Zokir uyiga borganman. Billa. Sharmanda. Kuppa kunduzi qo'limizda bo'lgan narsani bilib berib qo'ysak. Zokir qani? Olib keldingmi? Zokir uyda ham yo'q, teatrda ham yo'q, hech kim ko'rmagan, telefoniga ham javob bermayapti. Tushunmadim. Uyda o'tirgan demaganmiding unga? Shunaqa degandek, oxirgi marta Bahoni uyini bosganimizda ko'rgandim. Nima? Bahoni uyida nima qilib yuribdi u? Bilmadim. Xodim olib chiqdi. Men ko'rib qoldim, keyin qo'yib yubordim. To'xta. Bahoni uyida bo'lsa, bir kun oldin muha qochgan. U aniq Zokirmidi? Manimcha Zokir edi. Sher, men senga nima degan edim? Bu bolani foydasi tegadi deganmidim? Ha, chort. Stanokka olishgan bo'lsa, demak matrica ham aniq bo'ladi. Sancha, bolalarni olganda eski bino, podval, skladlar hammasini tekshirib chiqaring. Tushundingmi? Endi faqat muhani emas. Zokirni ham topishimiz kerak. Muhabbratan. Tatari, bu narsada bormaysanmi? Nima ham derdim? Birinchi do'st, bugun hammangga xayr deb qolmoqchiman.
Chunki hech qaysi biringni bugun Tereza ko'rmayman. Давайте выпьем за то, чтобы у нас осталось столько горя, сколько капель останется в наших рюмках. Dollar topish qiyin bo'ldi-yu, lekin amalladik. Yaxshi. Baho yaxshimi? Telefoni o'chiq. Baho endi yo'q. Endi faqat muxa bor. Alo. Muxobratan, endi menda ham telefon bor. Alo jonim, yaxshimisan? Kechroq telefon qilib boraman. Voh, bilan 4 sekund ulgurdim. Kimni kutyapmiz? Sher, senga va'da qilganmidim? Nimani? Ana mashina. Tabriklaymiz. Mangami? Да ты чё, брат? Серьёзно? Rahmat, Diyor! Qale, yoqdimi? Вообще klass. Bu mashina yuvishga. Bugun maza qilar ekanmiz. Ularingizdan hammamizga. Shahnoza, sizni qidirib kelishibdi. Kim? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Chiqib turing. Xo'p. Jinoyat qidiruv bo'limidanmi? Ismim Meliyor. Bu yerda chekish mumkin emas. Dadangiz sheriklari bilan qamoqqa olingan. Ular katta so'roq kirib ketishadi. Shunga sizni kesin deb iltimos qildi. Yaxshi, o'taman. Yana bir gap. Zokir Toshmatov sizga kim bo'ladi? Zokir aka. Nima bo'ldi ularga? Ularni taniysizmi? Ha? Bo'lachi turmush o'rtog'i bo'ladilar. Cho'zmasdan ochiqroq gapiring. Zokir katta jinoyatda gumon qilinyapti. Nima? Короче, братаны, огромное спасибо за машину. Rahmat. От души. Buyursin. Cho'tta nimadir yetishmayapti, men hozir. Yo'q, bratan. O'sha kuni otishmada tashlab ketmaganligi uchun rahmat demoqchi edim. Brat, shunga ham rahmat aytadim, uspokойся. No, xuddi shunga bir o'xshash vaziyatda sen boshqacha gapirganding. Nima degandim? Bir to'da adashgandan ko'ra bitta echki o'lgani yaxshi deganding. Men qotib qolganimda mendan maslahat so'ramagin-da, Tatarin. Rahmat, Nuha. Rahmat. Mujiki, men o'zim bilan o'ljadan olib keldim. Девочки, marhamat. Qani keling. Oho. Qani. Наливай. За дружбу. За нас. За девушек. Men bilan chetga ketasanmi, Shahnoz? Mening ismim Shahnoz emas. Shirin.
Shirin. Unda seni olib ketmayman. Endi Zokir haqida hammasini bilasiz. Ko'nglingizni og'ritmoqchi emasdim. Lekin bu gaplarni aytishim kerak edi. Hech qisi yo'q, tushunaman. Zokir bilan nima haqida gaplashganinglarni ayta olasizmi? Bor gapni aytdim. Shu kino, teatr biz to'y qilmoqchi edik. Keyin ular boshqa davlatga ketamiz, puldan xavotir olmadi dedilar. To'xtang. Boshqa davlatga? Ha. Shu joyini batafsilroq ayting. Bugun ko'rishganimizda men ularga turmushga rozilik berdim. Keyin sen men bilan boshqa davlatga ketasan dedilar. Men o'ylab ko'raman dedim. Bor gap shu. Bo'ldi. Agar kelib qolsa, bu mamnun edim. Iltimos, qo'ng'iroq qiling, xo'p? Men hozir ketishim kerak. Ishlarim bor edi. O'tganchi, xohlasangiz uyingizgacha olib borib qo'yishim mumkin. Rahmat, men biroz shu yerda qolmoqchiman. Mayli unda. Shef. Da. Matrica aniq Zokirda. Uverimisan? Na все 100. Men uni qaylig'i Shahnoza bilan gaplashdim. Bo'lmasa bolalaringga ayt. Shahnozani ham kuzatuvga olishsin. Zokir kelishi bilan ushimiz. O'zing tez yetib kel. Qolgan ishda gaplashamiz. Xo'p bo'ladi. Julieta, qo'ying keldi. Bila. Shahnoza. 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 O, Julietam, Romeo keldi. Ma bu senga. Bila. Ikkinchi sizni bu yerda qoringizni ko'rmay. Yo'qoling keting. Shahnoza. Yo'q, unaqdimi? Yaxshiyam vaqtida bilib qoldim. Men ahmoq ishonib sizga turmushga chiqmoqchi edim. Siz bo'lsa meni shuncha paytdan beri aldab yurgan ekansiz. To'xta. Iltimos, meni eshit. Eshitmayman. Eshitdim shuncha safsatalaringizni. Kim senga nima deganini bilmayman-u. Lekin men seni yaxshi ko'raman. Hissiyotlaringiz borib, o'sha shluxalaringizga ayting. Keting, yo'qoling bu yerdan. Shahnoza, men seni yaxshi ko'raman. Men bo'lsa sizdan nafratlanaman. Bandit, o'g'ri, ablah. Shahnoza. Men bilaman nima qilishni. Sizdekalarning joyi turmada. Hozir militsiya chaqiraman. Bori. Kerak bo'lsa, sendan zo'r topaman, tushundingmi? Mani hozir hamma narsam bor. Qancha pulim borligini bilsang, toming ketib qoladi. Zina, prinsessa so'ragansan.
Ey, alabsizlanasan. Qari tushirib ketasan mana shu teatringni. Qatkaydi. Pokhoy. Billie Jean, get my loader. She's a cat. She's a... Men Lochinman. Hamma yoq jim. Dinara. Dinara. Voy, nima keldingiz Muhaka? Men sizga aytgandim-ku, kelmay turing deb.